Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim dunyoda bir mu'minni dunyo g'amlaridan birini yengillatsa, Alloh taolo uning dunyo va oxirat g'amlarini yengillatadi. Kim bir mu'minning qiyinchiligini osonlashtirsa, Alloh taolo o'sha insonni dunyo va oxiratda mushkulini oson qiladi. Imom Muslim rivoyati. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bugun 2025-yil 29-sentyabr dushanba kuni G'azo sektorida Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida kunlik va davomiy shaklda ichimlik suvi va taom ulashish loyihalarini amalga oshirib kelmoqdamiz. Ushbu loyihalar orqali biz G'azo sektorida qariyb 2 yildan beri aholilarning azob-uqubatlarini yengillashtirishga harakat qilmoqdamiz. Saxovatli qo'llardagi birodarlarimizga ushbu yordam va qo'llab-quvvatlaganlari uchun tashakkur aytamiz. Barakallohu fikum va jazakumulloh kulli khayr. أمتي فاستبشري وامسحي دمع الأسى وارسميها بسمة رغم آلام عسى أن يعود الفجر فجرا كي يغادرنا المساء. فاستبشري وامسحي دمع الأسى وارسميها بسمة رغم آلام عسى أن يعود الفجر فجرا كي يغادرنا المساء. عندها نعلي الجباه عزمنا أنتم مدى للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة.